Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, aziz podpischilarimiz. Bugun navbatdagi mashinamiz Malibu Premier Gemini markada yangi obzorimiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Malibu avtomobili. Yurgan probeg atga mashina o'ta absolutni top toza, kraskasi nuqsoni, mashina motivi turibdi mana. Yurgan probegi 26.150 km. Mashina toza Premier. Mana zavod salafonlari bilan turibdi. Dehqonda kelib qoldi hozir. Shuni prema qo'yilyapti. Mashina yuvilgan ham yo'q. Mashina o'ta ideal holatda вообще. Tonirovka ruxsat 11 oy. Kumxosolis balon jihozlangan balonlarni mana dehqon mashinasi mashina. O'ta akkuratli minilgan. Toza Premier. Mana aziz kuzatuvchilar, kimga shunaqa Malibu Premier kelsa, Premier vaqtda yurganlarga shu samolyotchani jo'natib qo'ydik. Mashina mana birorta joyda qirilgan, nirilgan joyi yo'q. O'ta ideal, akkuratli. Bratishkamizniki. Pullar ballardikida. Xullas bu kira qilmagan, yurgan shu Premier 26 xolos. Mashina absolutni bir qo'l. Hisob ma'lumot, kimga kirgizsa, to'rtta yangi yumshoq baloni bor. Mashina yuvilgan ham yo'q mana. Shu holatda qo'yilyapti. Premier Gemini markadan siz обязательно o'tkazadi. Narx qiziq, mashinamizning narxi qiziq. Xudo xolasa shu mashinamizni $32.500 baho etilyapti. Kimga qiziqali ma'lumot kerak bo'lsa 90lik 581 9500. Premium aloqaga chiqinglar. O'zimiz dehqon bilan premium yuzlashtirib, gaplashtirib olib beraman. Like boshi esdan chiqmasin, podpiska bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Samolyotcha qilib reaksiya qilib shuni jo'natib o'raylik do'stlar. Mana yangi Premier Malibu 2022. Hammalar uchun rahmat do'stlar.